Allah Taala'nın əcir və yaxşılıqlarını köpəytib beradigan, yaxşılıq və bərəkət eyi bolğan uluq Ramazan ayının əgər biz Ramazanni tunumasdan, rozuning məna məqsədlərini bilməsdən, Ramazanның Qur'on bilan bolğan aloqasini bilməsdən, udullu Ramazanga kirib ketsək, məsələn rozu tutqan bir kishiga sening dining nima deb so'rashning hojati bormi? Keng ichilib, dozaq mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon, ibodatda usul ko'p, fazilatga boy. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Alloh taoloning ajr va yaxshiliklarni ko'paytib beradigan, tirishqan har bir kishiga yaxshilikning eshiklarini dog'dam ochiladigan, yaxshilik va barakat ayi bo'lgan ulug' Ramazon oyining birinchi kunda turyapmiz. Bu oy rahmat, mag'firat, do'zaxdan ozod bo'lish bilan o'ralgan oydir. Bu oyning avvali rahmatdir, o'ttir mag'firat, oxir bo'lsa do'zaxdan ozod bo'lish oyidir. Bu oyning fazilati haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam "Iza jaa Ramazon futihat abwabul janna" Ramazon oyi yetib kelsa, jannatning eshiklari dog'dam ochiladi va g'ulliqat abwabun nar Duzaqning eshiklari taqiladi va sufidatish shayatin shaytonlarga taqoqla kishanlar silinadi degan. Agar biz yuqorida tilga ilib o'tilgan alohidaliklarga asosan Ramazonning ma'nisiga qaraydigan bo'lsak, Ramazon bir insonning savalliklari, gunohlaridan ayrilib, pok bir qulning borliqqa kelish ma'nosini ifoda qilyotidi. Shuningdek biz bir ibodatni qandoq qilishdan burun bu ibodatni nimishqa qildiganligimizni bilishimiz kerak. Agar biz buni bila olsak, bu ibodatni taqlid qilib qilmasdan balki haqiqiy ma'nosini bilib qilganlikdan bu ibodat bizga huzur ato qiladi. Undaq bo'lmaganda inson bu ibodatlarga sal qaraydi yoki bu ibodatlar uningga ig'ir keladi. Masalan, sizlarga yot bo'lgan bir kishi ishkinglarni cheksa, ishkni echishinglar sizlarni quchoqlab turib, "Voy aka, voy jinim qarindishim" deb sizga xushomatlarni qilishga boshlasa, sizlar u kishini tunmasanglar, hatto uning nima maqsadda bunda xushomat qildiganligini bilmasanglar, uning bu qilganlarini samimiy deb o'ylamsizlar. Shuningdek, agar biz Ramazonni tunmasdan, ro'zining ma'no maqsadlarini bilmasdan, Ramazonning Qur'on bilan bo'lgan aloqasini bilmasdan, udulli Ramazonga kirib ketsak, balkim taqlidga tushib qolishimiz mumkin. Taqlidiy iymon bo'lmagandek, taqlidiy ro'zimi ro'z bo'lmay qoladi. Shuningdek, biz bu ibodatning haqiqatini bilishga tirishishimiz lozim. Undaqda Ramazondagi ro'za qandoq ibodat? Ramazondagi ro'za islomdagi arkoni xamsaning, ya'ni islom dinining 5 asosining 5 shartining biri. Bu ro'zani Alloh taolo bandalarga farz qilgan. Qur'oni Karimda "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon etgan bandalarim, sizlardan ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham ro'za farz qilindi. Shundoq qilib sizlar bu ro'za orqali taqvodorlardan bo'lgaysizlar degan. Demak, bu ro'za burunqi ummatlarga ham farz qilingan. Shundoqla bu ro'za orqali Alloh taolo bizning taqvodor mu'min bo'lishimizni xohlaydi ekan. Alloh xohlagan ishni yoki Alloh buyurgan ishni qilgan kishi aslo va aslo ziyon tatquchilardan emas. Hatto bu ro'za sha'air islomiyaning eng buyuklaridan biri. Sha'air degan so'z ustida azroq to'xtalsak, sha'air degan alomat, belga, ishorat degan ma'nolarda keladi. Sizning mansubiyatingizning alomatini ko'rsatib beradi. Masalan, nur ekrani yoki nur ekranining logosi desak, bu bir alomat. Bu logo qo'yilgan butun da'vatlar, tabliğlar, darsliklar, suhbatlar hammasi mushu o'rinning tasdiqlashi va mushu o'rin tarafidan tayyorlanganligini bilalaymiz. Mana men so'zlab turayotgan bu da'vatmi ham shundoq. Shunglashqa islom dinimizning mo simbol xarakterlik belgilari mavjud. Ro'za ana shu belgilarning eng kattalaridan biri. Masalan, ro'za tutgan bir kishiga "Sening dining nima?" deb so'rashning hojati bormi? Aslo yo'q. Agar biz bir kishining ro'za tutayotganligini bilsak, bu savolni aslo so'ramaymiz. Chunki ro'za sha'air islomiyadir. Yani islom dinining alomatlaridan biridir. Shuningdek, yana namoz o'qiyotgan yoki Ka'bani tavob qilayotgan bir kishiga dining nima deb so'rashning hojati yo'q. Chunki bular hammasi islom dinining asosli belgilari,
asosli alomatlari. Az qarindoshlar, Ramazon ro'zasining sanoqsiz hikmatlari bor. Ro'zada insonlikning formulasi mavjud. Shaxsiy insonlikqa cheklanib qolmasdan, jamiyatning insonligimi ro'zaning hikmatlari orasida mavjud. Alloh xolisa ro'zaning hikmatlari, mohiyati haqida biz keyingi qismlarda so'zlaymiz. Masalan, boy bir kishi yo'qsizlikqa mubtalo bo'lgan bir kambag'alning och ekanligini biladi, ammo ochliqning nima ekanligini bilmaydi. Chunki u boy ochliqda yashab boqmagan, kichkidan tortib nima xolisi uningga berilgan. Shunglashqa u ochliqning nima ekanligini yashab boqmay aslo bilolmaydi. Ramazonning ro'zasi dal bu nuqtada bizni tarbiya qiladi. Shunglashqa boshda deb o'tganimdek ro'za xatoliklardan, gunohlardan, sahvanliklardan ayrilib pak bir qul bo'lishning ochqichidir. Allohning rahmatini qo'lga keltirib oladigan, uningga haqiqiy tövbe qilib mag'firatiga erishib oladigan, oxirida dozoqdan ozod bo'lib jannatga kirishga vasila bo'ladigan 11 oyning sultoni bo'lgan bu oyni gunoh ma'siyat, g'ofillik, normal kunlardek o'tkazishdan saqlanayli. Hozirdan boshlab Ramazon uchun yangi planlarni tuzishga, oldingi Ramazonda qila olmay qolgan ishlarni bu Ramazonda to'liqlashga tirishayli. Alloh taolo hammamizga ro'zaning maqsadlarini, g'oyalarini, nishonlarini tungan holatda ro'za tutishga muvaffaq qilsin, taqlidchilikdan va behuda ishlarni qilishdan saqlasin. Amin.